Tezkor xabar. O'zbekistonda keyingi haftada ob-havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim hududlarda qor yog'adi. Assalomu alaykum azizlar, O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zbekiston hududida 25-yanvar 1-fevral kunlari havo asosan o'zgaruvchan bo'lib, ko'p hududlarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo davom etadi. Asosan quruq ob-havo saqlanadi. Faqat 26-28-yanvar, Xorazmda 27-28-yanvar kunlari ayrim joylarda qor yog'ishi mumkin. Ushbu kunlarda ba'zi hududlarda tuman tushishi, yo'llarda yaxmalak kuzatilishi ehtimoli bor. Buxoro va Navoiy viloyatlarida 25-yanvarda ayrim joylarda yomg'ir va qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik kutilishi mumkin. 26-yanvar kuni asosan yog'ingarchiliksiz bo'lishi, Navoiy viloyatining shimolida esa ayrim hududlarda qor yog'ishi ehtimoli saqlanib qoladi. 27-28-yanvar kunlari ba'zi joylarda qor yog'adi. 29-yanvar 1-fevral oralig'ida va yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Shamol 25-yanvarda ayrim hududlarda 15-20 metr sekundgacha kuchayadi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida 25-yanvarda ayrim joylarda biroz yog'ingarchilik bo'lishi mumkin. 26-yanvar kuni esa asosan quruq ob-havo kuzatiladi. 27-28-yanvar kunlari ayrim hududlarda qor yog'adi. 29-yanvar 1-fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol tezligi ba'zi joylarda 22-25 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechalari 3 daraja sovuqdan 5 daraja iliqqacha. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida 25-yanvarda shuningdek 27-28-yanvar kunlari ayrim joylarda yomg'ir va qor yog'ishi mumkin. 29-yanvar 1-fevral oralig'ida esa yog'ingarchilik kutilmaydi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo davomida asosan quruq ob-havo kuzatiladi. Faqat 27-28-yanvar kunlari ayrim hududlarda qor yog'ishi ehtimoli bor. Tog'li hududlarda esa 25 va 27-28-yanvar kunlari qor yog'adi. 25-26-yanvar kunlari qor ko'chish xavfi mavjud bo'lib, yo'llarda yaxmalak kuzatilishi mumkin. Siz yetgancha bo'lgan ob-havo ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.